Do'stlar, bugun sizlar bilan kundalik Chrome'ga kirishni o'rganamiz. Avvalo Google'ga kirib olamiz. Chorme Google farqi. Endi bu yerdan maktab emas. Kundalik nokta mana kundalik.com bizda maktab chiqadi. Maktabni ustiga bosamiz. Endi hozir nima qilib kirasizlar? Qaytadan kirish kerak bo'lsa bu yerda darslaringizni ko'rsangiz bo'ladi. Endi mana bu qayerdan kirasiz? Endi hozir qaytadan so'zlaychi. Maktab qilasizlar va login qilasizlar. Kirish kunga maktab bosamiz. Menda o'zi nima qilgan ekan? Ichiga kirsanglar shunda deydiki, nima deydi? Endi bu kerak emas. Nimaga bo'lim nima desanglar, endi buni keragi yo'q. Play Marketga maktab oila deb yozsanglar, chiqadi mana shu. Baholaringiz chiqadi shu. Mana o deyapti. Endi ochamiz, ochishni bosamiz. Agar ruscha bo'lsa nima bo'ladi? Endi login deyapti. Bu yerda loginingizni yozasiz. Men o'zimnikini teraman hozir. Mana hozir men o'zimnikini teraman. Lista parolingizni kiritasiz. O'zimma parolim bor. Kirish bosasiz va u avtomatik kiradi. Bu yerda 2025-yilda bu. Qani ko'raylikchi, bu rasm ekan. Rasm bu. Uychaga qaytamiz. Endi darslar yo'q. Mana darslar bo'ladi. Do'stlar, 2025-yilda mana shunaqa bo'ladi. Nima qilsangiz xayr do'stlar.